alaykum. Aziz do'stlar, biz mana yo'lga chiqdik, xudo xolasa. Переключитесь на стояночную передачу для парковки. Mana G'ayratjon akam. Assalomu alaykum. Assalomu Mana alaykum. Botirxon. Mana kamina. Спутники найдены. Uzri ama to'sib qoldi kamerani. Chortoqqa ketyapmiz Qo'qondan o'rtoqlar. Keyin borib taassurotlarda birgalikda bo'lishamiz. Mana 339 ekan, bag'i rosa 1000 kilometr ekan. Probegimiz ko'ramiz necha. Mana shu yerdan 1000 ekan. Ag'ini qancha bo'lishini. O'rtoqlar birgalikda kuzatamiz. Salomat bo'linglar. Borib yana video qilamiz. Yana o'rtoqlar Chortoqqa ketib kelyapmiz. Shahar juda chiroyli. Ajoyib manzarada. Botirxon. Olyapsizmi? Yo'q. Mana yo'lda ketib turib video olyapmiz, endi kamchiligi uzr. Mana speedometrlarimiz shunaqa holat. Mana o'rtoqlar 4:30da yetib keldik Chortoqqa. Firmanichiga ketyapmiz. U oldinda Damas bizni yo'l boshchimiz bo'lib ketishyapti. Hamidullo o'sha yerda. Hamidullohni kutib olishibdi, saprovojdeniyya qilib ketishyapti. Endi biz ya'ni yo'lni boshqarib bizni ko'rsatib ketishyapti. Ammo bir jarliqqa borib qoldik halingda. Qaytib kelyapmiz. Mana joylar juda ko'p ekan, mana chekkadan yursangiz, u arqa past. Bunaqa joylar ko'p ekan mana. Hozir borib yana davom etamiz. Hammasi Bitta yo'l. molxonalar ekan, arqalarda endi ko'ra olmadik, o'tib ketdi. Arqalarimiz ham molxonalar. Hozir eng qizig'i o'rtoqlar, mana G'ayratjon akam, Botirxon mana, Assalomu alaykum. man o'rtoqlar bizga yangilik bo'layotgan narsa Hamidullo Telegram gruppamiz, Xolislik va biznes Telegram gruppamizni boshqarib kelayotgan ukamiz mana 1 yildan beri hali shunday salomatlik qilamiz, ko'rishmaganmiz, to'g'rigami unga? Haligacha ko'rishmaganmiz ukamiz bilan. Ag'am bizni ko'rmagan. Hozir g'oyibona do'stimiz bilan ko'rishish nasib etsa ko'rishamiz, xudo xolasa. Nimaniki bo'ladi? Qanday inson hali bag'ri keng hamma savoligini qo'ymay javob berib kelayotgan ukamiz bilan birgalikda ko'rishamiz, xudo xolasa. Mana Hamid Xayrullohon firmalariga keldik, mana to'g'rilar. Mana bugun boshladi. Ana Hozir biz kutgan kohonimiz tushyaptilar mana. Ana Sarobali shunga. Bax, Hamidulloh Andijondan kelishyapti, biz Farg'ona vodiysi Qo'qondan kelyapmiz, Namangonda Chortoqda uchrashyapmiz o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar. Hozir birgalikda ko'rishamiz. O'rtoqlar yetib keldik. Bismillah. Переключитесь на стояночную передачу. Assalomu alaykum. O'xshag'i. Juvori. Keyin qushni doni bor-ku? Tariq. 15 yo, 15 minglik ekan doni bor. Ichida har bir Biznes narsa. gruppasining 10 kilo donni 2 kilo o'sha dondan qo'shib yuboraman. Aralashtirib yuboraman. Bir Men paqir don Botirxon. bo'ladi. Emotsiya paqirda to'la don Jahongirbek, bo'ladi. O'sha don menga 2 oyga Adnan yetadi. Hamidullo, Narsalarimga. Admin Ali Xayrulloh. salapan paket sotyapti-ku, o'sha uchun bo'lmaydimi hali qizil nimasi bor, har xil don. Salafon paketda. Mana qopda sotyapti-ku, 15 kilolik, 10 kilolik qilib. Ular yemaydi Men bilmayman, ularni ichi to'la tosh ularni. Xayrullohon firmalarimiz. 25 kilo. Suhbat qizg'in, Ichi to'la tosh. ilmiy bahs, Undan o'zi fikr almashish uyda. va yangiliklar ustida Keyin izlanish. vitaminga ham hali qushlarda vitamini bor. Kilosi 20 ming turadi.
Vitaminga ham o'shani unaqa kuchli idishi bor. Bunchaga don. Oyog'ini qo'yib chiqib yeydigan. Yo'q. Shunday o'zi to'rtburchak idishi bor. O'shanga solib qo'yaman. Birovdir ichida jo'jalarga, boshqalarga ham o'shanaqa idishga solib qo'yib qo'yaman. Suv ham o'shanaqa idishda turadi. Mana tuxumlar ketyapti. Namangan, Andijonga urug'langan tuxumlar ketyapti. Assalomu alaykum. Yana bir bor o'rtoqlar. Mana bugun noyabrda 16si Xayrulloxon tovuq fermalarida biz o'rtoqlar Telegram gruppamizdagi admin mutaxassis ukamizning firmalardamiz. Tovuqlarni bir qator sizlarga ko'rsatishni lozim topdik. Bular u xayl bilan Andijon qora tovuqlar ekan, zotlar cho'jalar hali tuxumni boshlashmagan, endi boshlaydigan holatlari. Bu tomonni ko'raylik. Bu tomondagilar mana hozir bu tomonni ko'rsatdik. Bular xo'rozlar ekan. Bu yerda Andijon qora tovuq bilan uxaylar xo'rozlari. Mana. E'tibor berilsa, uxaylar Andijon qora tovuqlar. O'rtoqlar, mana shu xo'rozlar sotilar ekan, hozir tashqarida xo'rozlarimiz ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Ya'ni ulgurji olganlarga xo'roz ko'p betdi. Xo'rozlar sotilar ekan. Agar mabodo xo'rozlar olib, bitta mo'nam makonlardan ham qo'shib berilsa, qo'shib berilaveradi boqiydiganlarga. Asosan xo'rozlar ekan o'rtoqlar. Endi Xayrulloxon juda yaxshi insonlar, kelishib berishaveradi ham. Baq Xayrulloxon yengillataman deb. Bu tomon matishlilar, o'shalarda onalari, otalari. O'rtoqlar, bu tomonlari o'shani maydalari ekan, keyingi partiya ekan bular. Hozir birgalikda ko'ramiz bularni ham. Bular matishlar, bular sotilmas ekan bular. Tulovda ekan bular. Bular hammasini olganlarga sotib ham borishaverar ekan. Mana o'rtoqlar, hamma sotidan bor ekan. Mana uni yaponchalar ham bor o'rtoqlar, mana. Kichkina. Bularda zot shunaqa ekan o'zi. Ichkarida yana tuxumlar yo'qlar. Ikkita senda o'tib. Ha, ikkita senda o'tyapti, men aytganim. Yaponchalarda. Kichkina bilan yaponchalar. Mana bu yerda ham turibdi. Yaponchalar qaroqdan ko'rsatib qo'y buni. Yaponchalar sotilmaydi? Yo'q. Asosan xo'rozlar sotilar ekan o'rtoqlar. Mana bunaqa endi kichkinaligini. Qoching endi, qoching. Bundan maqsad bugun o'zi 4-5 ta adminlar yig'ilib, bir kecha qolib, suhbatlashib, hammamiz diydor g'animat deb Telegram gruppamizda ancha yillardan beri birga suhbatlashamiz. Hali ko'rishmagan, diydorlashmagan adminlarimiz bor edilar. Hamidulloh bilan ham mana birgalikda suhbatlashdik bugun. Xudo nasib qilgan shu ekan. O'sha maqsadda kelgan edik. Hozir Xayrulloxonga maslahatlar beryapmiz. Xo'rozlarni sotib yuboring. Kerak emas, so'yib yeydiganlar yo ulgurji olganlarga soting. Bittadan sotishni ilojisi yo'q ekan. Shunga e'tibor beramiz o'rtoqlar. Mana bu xo'rozni e'tibor beramiz o'rtoqlar, mana. Mana shu sendiga qo'shib ochirilgan xo'roz mana shu. Bundan 3 ta.
e'tibor bersalaring, oldingi videolarimizda qo'shganmiz 36 ga 1 degan videomiz, 36 makonga bitta xo'roz qo'shib balo olgan edik. 4 ta xo'roz 4 ta makonni katta bo'lganda video qilganmiz. O'sha xo'rozlar 3 tasi mana shu yerda ekan. Makonlar ham endi aralashib ketgan. 3 ta xo'roz shu yerda ekan. Yana bitta shu yerda yuribdi hozir. O'sha uyda ochirilgan cho'jalar mana shular. Shular ham katta bo'lib qoldi. Bular tuxum bilan ovora mana. Bitta genezlarga ikkitadan kiryapti men aytgan. Hammasi tuxum bo'lgan. Boshlash jarayoni. Mana 5 ta tug'ib ham qo'yibdi men aytgan. Narigi tomonni ko'ramiz. O'rtalar birgalikda. O'rtalar mana bu tomonda adlerlarimiz ekan. Adlerlar mana shu yerda turishibdi mana. Bular necha foiz beryapti tuxum? Xabaringiz yo'qmi? 20 ta tovuqdan o'rtacha 14 ta 13 ta 15 tagacha beradi. 60-70% gacha tuxum beryapti ekan o'rtoqlar. Adlerlarimiz. Mana ochilgan jarayonlar ekan mana tuxumlari. Mana tem tuxumi turibdi. Mana tepasidan ko'ramiz. Bugungisi mana o'sha 4 ta 4 ta tug'ibdi o'zi. Eri tug'ibdi mana ular, ha. Adlerlar bular tuxum va go'sht yo'nalishi ko'pchilik biladi. Ham nima deydi? Ko'rinish chiroyli oq tovuqlarga qaraganda ham tuxumlar uy tovuq hisoblanadi, uy tuxumi hisoblanadi. Ham urug'langan tuxum deb nisbatan qimmatroq sotiladigan tovuqli tuxumlar. Ham ko'rkam, ham o'sha sovuqqa chidamli tovuqlar. Mana keyingi tovuqxonamizga kirdik. Mana tovuqimizni holati tuxum tug'ishgan jarayon. Tuxum genizatsiya tushib ketavar ekan bu. Zot nima bu yerda deyilsa, bular o'rtalar o'sha o'tgan yili ochirilgan, ya'ni bahorda ochirilgan jo'jalarimiz. U xayl xo'rozga lomin sendi qo'shilgan-a, shunaqami xayrlar? Tuxumlari ko'k tuxum tug'ar ekan. Mana oq uxaylga aylangan. Xuddi oq uxaylga o'xshaydi. Tuxumlar go'shtali. Bormi tuxumi hozir? Mana bitta tug'ib ham qo'yibdi. Mana o'sha oq tovuqlarimiz ko'k tuxum tug'ar ekan. Bular sotilmaydi. Bular sotilmas ekan o'rtoqlar. Mana yana hozir bittasi tug'ib chiqdi. Bular ko'paytirib ko'ramiz-da, qani avlodi ham shunaqa bo'lsa yaxshi tuxumlar bo'ladi hozircha. Ha. Ser tuxum Nisbatan hozir ko'rganimiz. Nisbatan ser tuxum tug'yapti deyishyapti. Tuxumi ko'k. O'zi oq sendiga u xayl xo'roz qo'shib ochirilgan tovuqlar. Mana shular ko'k tuxum tug'yapti. Mana shu tug'ib chiqdi hozir adashmasam. Mana bu setkani orqasida tovuqlar turibdi, mana cho'jalar. Buni hozir kirib ko'ramiz abi. Bular hozir ko'rdik. Mana shu mol ferma bo'lgan. Mana shuni ikkita tomoni hozir hamma joy tovuq. O'rtoqlar mana Anjon qora bilan Uxaylli zotlari ichkariga kirmadik. Mana shu yerdan ko'rib qolamiz deb. Mana shu oxirigacha shu zotdan ekan. O'sha ko'k tuxumlaydi va qaymoq rang tuxumlaydi. Mana tuxumlari hozir ko'k tuxumlaydi va qaymoq rang tuxumlaydini hozir endi kirib ko'rsataman. O'sha genizalarda turibdi. Mana o'rtoqlar, bu tomonga kirdik. Uxayllar bilan Anjon qora tovuqlar tuxumlar. Tovuqlar o'zi. Bular cho'jalar, bular martmikan, aprelmikan o'sha paytlarda ochirilgan cho'jalar. Tuxumlashni boshlagan holati. Mana tuxumlari, mana bittasi yotibdi ham.
tuxumlari aytib o'tganimizdek qaymorang ham bor, ko'k tuxum ham bor. Sababi o'sha andijon qora tovuqlari qaymorang, bularni ko'k tuxuyapti, o'qaylar. Bular endi tuxumni boshladi. Va taylarda ham bor, chiqib ketyapti arqa-marqa tovuqlar. Bizni ko'rib qo'rqqanidan mana bunisi ham chiqib ketdi. Mana buni tayida ham tuxumlar turibdi. Tashqarida xo'rozlarimiz bor ekan, sotilgan. Ulardan biriga ko'ramiz, keyin telefon raqamini qoldiramiz. Biz o'sha mutaxassislar, adminlar maslahatlashib sotish planda yo'q ekan asli. Soting bularni, xo'rozlarni nima qilasiz? Kimdir urug'lantirgani xo'roz olamasa, xo'roziga ishlaydi, yo bo'lmasa so'yib yeyman deganlar so'yib yeydi. Bularni qaritishdan foyda yo'q deb maslahat beryapmiz. Hozir o'shani ko'rsatamiz birgalikda. Ham bor, turdan bor dedik, taqvat. Mana Qanaqa zot kerak bo'lsa. O'rtoqlar, andijon qora tovuqlarni aksariyat xo'rozlari boshqa zotlar ham bor deyishyapti. O'xayildi xo'rozi ham bor ekan mana. Videomiz Namangan viloyat Chortog'idan videoga olyapmiz o'rtoqlar. Chortoq mana ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Tog' dashlarda arasi deb aytganda atrof tog'lilar. Hayrajon akamiz adetga go'sht maydalashyapti. Tak, bu tomonda mana o'sha xo'rozlarimiz bu yerda ham bir nechta bor? 50-60 ta bormi? Yo'q, 300 ta. 300-400 tacha xo'roz bor ekan. Jami hammasi. Xo'rozlar ko'p ekan. Iloji boricha deyishyapti. O'sha ulgurji olganlar olsa yaxshi deyishyapti. 5 ta, 2 ta, 3 taga sababi uzoqlik qiladi deyishyapti. Masofani. Mana o'rtoqlar xo'rozlarni qolganlari bu yerda ekan mana. Bag'da bor ekanda hali. Turarsin. Ha. O'xayil xo'rozlar ham ko'p ekan bu yerda. Andijon qora. Arada sendi ham bor ekan. Katta yiri bo'lib qopti. Kimdan ham ulgurji olaman deganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nagi xonada ham bor ekan hozir. Birgalikda ko'ramiz. Bular chiqmabdi-da tashqariga. Bu yerda mana aytganlaridek xo'rozlar ko'p ekan. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Mo'min Brownning xo'rozi ham bor ekan. Xo'rozlar ko'p ekan. Hammasi qichqirgan, hammasi ishlashni boshlagan xo'rozlar. Veslari 1,5 kilo, 1,5 kilo, 2 kiloligi ham bor. O'rtacha 2 kilo. O'rtacha 2 kilo ekan. Tortdan ko'rishibdi. Bu tomonda sendilar ekan o'rtoqlar. Bu tomonda sendilar qora xo'roz ham qo'shilyapti mana. Xonada ajratib qo'yganmiz. Bu yerda ham bor ekan o'rtoqlar, bu xonada katta polvonlarni ajratib qo'yganmiz deyishyapti, xo'rozlar. O'rtoqlar, xo'rozlar hamma sotilinadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini hozir qaytarib o'taman o'rtoqlar. Keyin shu kanallarimiz, shu YouTube kanalimizda описаниесі, har bir videoning описаниесini oxirida Telegram gruppamiz silkasi bor. O'sha oxirgi pastga tushsalaring, sarlavhaning oxirgisi davomi. O'sha silkaga bosilsa Telegram gruppamizga ulanadi. Telegram gruppamizda adminlar bemalol Xayrulloxon kim deb murojaat qilaverasizlar. Sababi telefon raqamlarini hozir aytaman. Telefon bu yerda yaxshi ishlamas ekan. Aksariyat murojaat uchun Telegramdan yozishni deyishyapti. Shu nomerda Telegram bor ekan. 99 99lik 512 1757. Shu nomerda Telegramda shundan qilaverasizlar. Mana bu kodini bilan aytyapman. Xayrulloxon
99lik 899 512 17 57 512 17 57. Xayrulloxon telefon raqamlari. Shunda Telegram bor ekan. Telegramda yozsalaring, antenna bor joyga chiqib bemalol adreslarni boshqalarni maslahatlashaveramiz deyapti. Bu xayl kerakmi, boshqami, hamma narsamiz bor deyapti, xudo xolasa, Xo'rozda. Bu qanaqa soat bu? Asrolov. Bu Asrolov Ruminiya ekan, o'rtoqlar. Mana Xo'rozi, nihoyatda ko'rkam ekan. Chiroyli ekan Xo'roz. Ham yirik ekan. Mana bu makiyon ekan, adashmasa. Yo'q, bu yerda Mana makiyoni yo'qmi? Mana u qanaqa qora makiyonlar? bular o'zimizni shu Eski joylari qora makiyonlar ekan, ammo yirik ekan ular ham mana. E'tibor bering, o'tyapti. Yirik makiyon ekan bu ham. Xo'roz mana ko'rkam ekan, ko'z tegmasa. O'rtoqlar, o'sha hali o'tganimizdek Hamidullo akamiz olib keldik, mana adabda tepasida turishibdi. O'tirishibdi. O'sha gruppamizda savollarga to'liq javoblar berib kelayotgan gruppamizning aktiv adminlaridan Alloh rozi bo'lsin ukamizdan ko'pchilikda savollarga javoblar berib kelishyapti. Bu tomon endi o'zimizda Xayrulloxon ukamiz, G'ayratjon aka, mana Jahongirbek povorimiz biz kecha kelib bugun endi Xudo xolasa qaytamiz. Hamidullohni uylariga tashab, imkon boricha keyin Qo'qonga qaytib ketamiz, Xudo xolasa. Ular Botirxon gruppamiz, Telegram gruppamiz, Xolis va biznes gruppamiz yo'qolib qolgan adminlardan. Bu o'zimizga hurmatli G'ayratjon akamiz, adminlarimizdan. Rahmat. Bu Hamidulloh ukamiz mana Telegram gruppamizning eng ashaddiy boshqaruvchilari. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Adminlardan. Xayrulloxonni firmasida biz. Xayrulloxonni firmalaridan mana bu tomon to'g'alinda kirib chiqdik, tovuq firma. Bugun Xudo xolasa mana adirlar. Mana shu yerdan halinda video qildik, Xudo xolasa. Toza havolarga kelib bir nafaslarni rostlab mehmon bo'lib bir kecha yotib mana ketamiz deb qo'ymayaptilar Xayrulloxon. Bugun ham qolinglar deyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa kelamiz yana. Yana boshqa kelamiz ko'payishib. Sobirjonlar. Sobirjonni aytdim mana Telegramda nasib ekanda endi. Yo ishlari ko'p. Sobirjon hoji akamizni chaqiramiz. Hamma adminlar yig'ildik, ikkita adminimiz kelishmadi. Sardorbek, Sobir hoji aka bilan 3 ta. Ikkita adashlar. Nasibda Xudo xolasa keyingi safarlar. Keyingi safarlar kelishadi degan umiddamiz. Hamma manzara, chiroyli manzaralar. Salomat bo'linglar.